Markaziy Osiyodagi zamonaviy intellektual va ekologik ko'chatchilik bazasini tashkil etish loyihasi Toshkent viloyatida Toshkent shahar hokimligi bilan hamkorlikda boshlandi. Toshkent shahar hokimligi ko'magi va jamoamiz tomonidan o'tkazilgan bozor tahlillari mamlakatda siyosiy barqarorlik, qulay biznes muhiti va ko'kalamzorlashtirishga yuqori talab mavjudligini ko'rsatdi. Shu asosda Toshkent viloyatida umumiy maydoni 50 gektar bo'lgan zamonaviy ko'chatchilik bazasini tashkil etish bo'yicha qaror qabul qilindi. Toshkent mamlakat poytaxti sifatida eng muhim va nufuzli hudud hisoblanadi. Bu yerda amalga oshiriladigan ko'kalamzorlashtirish ishlari yuqori samara beradi va kelgusida boshqa hududlarga chiqish uchun mustahkam asos yaratadi. Loyiha konsepsiyasi standartlashtirilgan intellektual ko'chatchilik, navlar genetik resurslarini saqlash, ilmiy tadqiqot ishlari, past uglerodli landshaft yaratish va xalqaro hamkorlikni birlashtirgan zamonaviy kompleksni tashkil etishga qaratilgan. Eng avvalo ko'chat sifatiga alohida e'tibor qaratiladi. Sovuq va qurg'oqchilikka chidamli navlar tanlanadi. Uni to'g'ri sug'orilishi va parvarishiga katta ahamiyat beriladi. Poytaxtingizda bugungi kunda ekilayotgan butalar navi u qadar ko'p emas. Shu sababli shu kunlarda biz turli navdagi butalarni keltirib ekishni va ularning iqlim mosligini sinovdan o'tkazishni boshladik. Maxsus texnologiyalar va samarali agrotexnik usullar orqali ko'chatlarning yashab qolish darajasini oshirish borasida jarayonlar boshlandi. Ushbu loyiha ishga tushgach, yiliga 12 million tub ko'chat yetishtirish rejalashtirilgan. Kelgusida talabga qarab ishlab chiqarish quvvatlari yanada kengaytiriladi. Suv ko'chatlar o'sishi uchun asosiy omil hisoblanadi. Shu bois Xitoyning suvni tejovchi texnologiyalari, shuningdek sun'iy intellekt va IoT texnologiyalari orqali har bir ko'chatning suv sarfi nazorat qilinib, resurslardan samarali foydalanish bo'yicha tajribalarni yo'lga qo'yamiz. Bu borada poytaxtning yashil hududlarini nazoratga oladigan vaziyatlar markazi barpo etish ham rejalashtirilgan. Biz Xitoydan malakali mutaxassislarni jalb qilib, mahalliy xodimlar uchun nazariy va amaliy o'quv dasturlarini tashkil etamiz. Toshkentdagi ko'chatlar bazasi butun O'zbekiston uchun tayanch markaz bo'ladi. Uzoq muddatli istiqbolda O'zbekistonni Markaziy Osiyodagi ko'chatchilik markaziga aylantirish, qo'shni davlatlarga ko'chatlar, texnologiyalar va tajribalarni eksport qilish rejalashtirilgan. Toshkent shahar hokimiyatining bizga bildirgan ishonchi va ko'magini yuksak qadrlaymiz. Barcha imkoniyatlarimizni safarbar etib, Toshkent shahrining bog', park va landshaft infratuzilmasini yanada rivojlantirish, zamonaviy texnologiyalarni joriy etish va uni yangi bosqichga olib chiqish uchun astoydil mehnat qilamiz.